Niccolo Machiavellining siyosatga kirib kelishi oddiy jarayon emas, balki Italiyadagi notinch vaziyat, uning shaxsiy iste'dodi va davlat xizmatidagi faoliyati bilan bog'liq tarixdir. 15-16 asrlarda Italiya yagona davlat emas edi. Florensiya, Venetsiya va Milan kabi mustaqil shahar davlatlar mavjud edi. Bu hududda doimiy urushlar va siyosiy fitnalar hukm surardi. Aynan shu notinch davr Machiavellining siyosiy qarashlarini shakllantirdi. Machiavelli 1469-yilda Florensiyada tug'ilgan. Uning oilasi boy bo'lmagan, ammo ilmli edi. U yoshligidan tarixni, lotin tilini va antik faylosuflarni o'rgandi. Siyosatga juda qiziqdi. Machiavellining siyosatga kirib kelishi muhim tarixiy voqealar bilan bog'liq edi. 1498-yilda Girolamo Savonarola hokimiyatdan ag'darildi va Florensiyada respublika tiklandi. Aynan shu davrda Machiavelli Florensiya respublikasi kotibi etib tayinlandi. Bu lavozim unga diplomatik yozishmalar va davlat siyosati hujjatlari bilan ishlashda katta tajriba berdi. Shuningdek, u elchi sifatida Fransiya, Muqaddas Rim imperiyasi va papalik saroyiga yuborildi. O'sha davrning kuchli, aqlli va shafqatsiz hukmdori Cesare Borgia unga katta ta'sir ko'rsatdi. 1512-yilda Medici sulolasi Florensiyaga qaytdi va respublika tugatildi. Natijada Machiavelli lavozimidan bo'shatildi. U qamoqqa olindi, qiynoqlarga duchor bo'ldi va keyinchalik qishloqqa surgun qilindi. Siyosatdan chetlatilgach, u amaliy siyosatdan nazariy siyosatga o'tdi. Aynan shu davrda u o'zining eng mashhur asari Hukmdorni yozdi. Bu asarda davlatni boshqarish, hokimiyatni saqlash va siyosiy realizmga asoslangan qarashlar bayon qilingan. Siyosatni bu oddiy axloq qoidalari bilan yurmaydi. Bu hokimiyatni qo'lga kiritish va uni har qanday sharoitda saqlab qolish san'atidir. Adolat kuchlilarni tizginlash uchun zaiflar tomonidan to'qib chiyargan quroldir. Qonun har doim uni yozganni himoya qiladi. Qonun doim kuchlining tarafida turadi. Ko'pincha odamlar hukmdorning qanday yo'l tutganini emas, qanday natijaga erishganini ko'radi. Shuning uchun ba'zan maqsad vositalarni oqlaydi. Odamlar sevgidan tez voz kechadi, lekin qo'rquv ularni tartibda ushlab turadi. Shu sabab hukmdor uchun qo'rquv tanch barqarorroq tayanchdir. Hukmdor doimo halol, mehribon va adolatli ko'rinishi kerak. Lekin zarurat tug'ilganda u buning teskarisini qilishga ham tayyor bo'lishi shart. Davlatni saqlab qolish eng oliy maqsad. Agar bu yo'lda qattiqqo'llik, ayyorlik yoki keskin qarorlar kerak bo'lsa, hukmdor bunga tayyor turishi lozim.